Agar senga biror narsa yetsa, ya'ni bir musibatga o'xshagan narsa yetsa, agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lardi demagin. Buni o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonni amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bo'p oldimi? Tamom, yop bu papkani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bandoq agar degan gapni gapirma. Endi qora kalaringga quloq solsang, o'tiraverish kerakmi, peshana yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoy qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turganda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degan. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi? Zo'r bo'lishiga shuncha keladigan narsani hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan.